romantik joy qidiryaptimdinglar. Borib ko'ramiz. Agar sizga bu videoni ayolingiz tashagan bo'lsa, bemalol olib kelsangiz bo'ladi. Joy romantikligiga qaraganda qimmat bo'layotgandirsiz. Lekin shu o'rin ancha arzon. Ichkari interyerlarni boplab qo'yishgan lekin. Hatto oilaviy kelsalar ham bo'ladi. Rostakasim daraxtlargacha interyeri bezab qo'yishgan. Birinchisiga bochkani mastavasidan qolishmaydigan mastavan zakasi qildim. Porsiyalar ancha kattagina, mazasi ham zo'r. Menga yoqdi. Agar xohlasanglar boshqa narsa aytsanglar ham bo'ladi. 2 bilan 1 o'rtasiga cheburikda e'tibor qolishuvdi bolalar. Go'shligi yaxshi, sochni. Menga bo'lsa ko'proq sirligi yoqdi. Buni cho'zilishiga bitta o'zingizlar baho beringlar. Mazasi ham chet elcha ashula aytayotibdi. Ikkinchisiga noodatiy bo'lsin deb qurut topdan aytgan edim. To'g'risi, men buni birinchi marta ishim. Sizchi? Agar siz ham hali yeb ko'rmagan bo'lsangiz, meni tushunasiz. Birgamizda yozib ketsanglar ham bo'ladi pastga. Hatto qo'lda ham yeb ko'rdim. Mazasi juda ham zo'r. Oldinroq yemaganimga afsuslandim. Asadjon baraka topsin, IC bilan ta'minlab turdilar meni. Romantik joyda qorin to'ymadi desanglar, shashlilari ham bor ekan. Uni e'tiborsanglar ham bo'ladi. Mazasi yaxshi. Bitta minusiga parkovka aytish mumkin. Lekin u men uchun minus bo'lmadi. Nega deganda, mashinani qo'yib, o'rmonzorlarning ichida mana shunaqa joyga peshkom bemalol kelaverardim men. Sizlarga ham kelishinglarni tavsiya qilgan holatda limon choylarni sirpantirib duo qilib ketdim. Narxi 4 kishilik. Qimmatmi yoki arzon? Lokatsiya Telegram kanalida bor.